Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur. Ular davlat tafakkuri, jamiyat ma'naviyati va milliy o'zlik bilan chambarchas bog'liq shaxslardir. So'nggi yillardagi ikki islohot orqali fikrimizni dalillaymiz. Birinchi islohot Adiblar xiyobonining barpo etilishi. Buyuk Alisher Navoiy bobomiz faqat turkiy xalqlar emas, butun bashariyat dahosi bo'lganini inobatga olib ham bu buyuk insonga ehtiromimizni takror bildirish nuqtai nazaridan mana shu yozuvchilar uyushmasini ham belga olib kelib, mana shunday xiyobon qilganimiz bejiz emas. Bu oddiy bog' yoki haykallar majmuasi emas. Uning bosh g'oyasi butun o'zbek adabiyotini Alisher Navoiy atrofida jamlash, ya'ni Navoiy adabiyotimizning markazi, mezoni va eng yuqori cho'qqisi ekanini ramziy tarzda ifodalashdir. Bu buyuk bobomizga berilgan eng yuqori baho. Ikkinchi islohot Yangi Andijonda Bobur shahri barpo etilishi. Buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur xotirasini abadiylashtirish maqsadida yangi Andijon shaharchasiga Bobur shahri deb nom bersak nima deysizlar? Qachonlardir vatan sog'inchi, yurt ishqi bilan yonib yashagan Bobur nomi bugun o'z tug'ilgan zamini bag'rida butun bir shahar nomi bilan yashamoqda. Bu ham katta oliyjanoblik. Bu ikki buyuk siymo nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ulug'lanadi. Masalan, o'tgan yil dekabr oyida Qirg'izistonning O'sh shahrida Alisher Navoiy haykali hamda uning nomi bilan atalgan Shoh ko'chaning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan edi. Bir necha kun oldin esa Pokiston poytaxtida Toshkent ko'chasi va Bobur bog'i ochilishi ma'lum qilindi. Ajdodlarimiz nomi bugun ham dunyo miqyosidagi do'stlikni ta'minlamoqda. Adolatli siyosat sabab tarix kelajakni barpo etish uchun xizmat qilmoqda.